Assalamu alaykum. Tordaşlar, yaxşımısızlar? Yaxşı turdunlarmı? Bugün azırak ortaklaşaylı. Abaytım bana birisi bir 2015-yildagi bir xabarni ivatib qo'yibdi. O yangi xabarkan deb ivatibdi. İvatibgan to'q, men dedim 2015-yildagi xabardi bu. Xalqarada bo'lgan bir ahvoldi deb turib, Germaniyaning bir chiqargan bir narsani xabarni, ashuningga doir xabarni men ivatib qo'ydim. 2015dagi xabardi bu, Germaniyada bo'lgan deb turib chiqarib qo'ydim. Ivatib qo'ydim. Shuning bilan hozir bo'ldi deb turib chiqaribdi deganda men shu nimadalar javob beray to'rda dedim. Cıq nəslə var, yalğan xəbərlər torladık. Burun xəbərlərini onunğa, bununğa kirişdirib, çaplab, olturubla, bu yeni bolğan xəbər dəb durub çıxırıverdi. Cıq alada, bu xalqarada ba işiltib kevatqan bir usul dəb oylayma, bu taktikimi emas. Barlıq meyli Weixin bolsun, eyni vaxtdaki, meyli QQ bolsun, yoki şu xalqaradagi şu Facebook, mavu nima, Twitter, hammasi YouTube'dan tatib bo'lgan işte bir yolg'on xabarlar bor. Bu davamlıq bor. Men vatanda vaqtimda ancha diqqat qilmabdi ekanman. Vatandan chiqqandan keyin bu xalqaradagi şu medialarda faqat yolg'on bir narsalar yo'q deb o'ylaydim. Lekin undaq emas. Yalğan xəbərlər, yalğan uçurlar davamlıq kep durdu. Anadaki aşı arqalı Uygurlarning diqqətini emas, bu xalqaradagi başqa dövlətlərin içindəki bəzən bir işlərdə saylamğa az qalğanlarda, o bu vaqtlarda bəzən bir nimalarni bastırış üçün, fikir iqimlarini bastırış üçün məşələ yalğan xəbərlərini oturğa çıxırdı. En bir aqalli bir en addisini bir ap beray misalga aldın qatım belki Germaniyada bir yalğan kempit çaş östürüş kempiti yumşaq kempitninki vaqası chiqqandı. Aşaqtırın bir qatım naq meydan qilgandim, bu bir aldamchilik, bu şu qasdanga selingan diqqatni burash uchun chiqargan bir uchur dedim. Aşı vaqtda degan o kempit savdogarini tasqaganda yavatgili Oy yey, çanavetkili tasqagan, oy yey, jiq uçurlar çıqqan, jiq yazmalar çıqqan, tınmay bir yerden yel berip atqanlığı görünüp duruvatıdı da. Anadaki bana yakındılar, şu Van Hong'ninki, şu kempitçili dey, şu kempitçininki Fransiyada Eyfel Munarı aldı da usloynap yürgünne, uzunga bir kiyimlerini kiyip yürgünne çıkarıp koyuptu. Ma'lum bir kanallar var, ma'lum bir Facebook betleri var, məxsus Uygurlarniki işte uzun kiyim, usul, biz koçudul usul oynaydıgan Uygurlardak, millettek aşındaq çıkarırdı. Tibetlerinin yok. Özbeklerinin yok, fakat Uygurlarının usul oynaydıgan bir nimesini yardıvadı demdi. Görünüşünü yardıvatıdı. Aşış kempit şuti. Sizler oylap yıkınlar. Her kıtımda şundaq bir uzunga bir temalar çıkarttı. Az biraz besqip bağanda onda az qalğanda aqçın yani çıqıdığanға. Uyghur bilen Kazak'ın arasığı cidal teri şunda asan. Kazak yerindaşlarımızın oyluş baksanlar buludu. Uygurlar oyluş baksın. Uyghur bilen Kazak'ın arasığı şunda asan cidal kırıdı. Aşındaq temalarımı tosattım peyda olmaydı. Xitayninki birlik sepninki stratejisi o. Xitay sırtın içinden maslaş berdiğanlar bağlığı eniq. Bu şu Şimali Avrupa'da, anadikin Şimali Amerika'da, anadikin bu şu Endonezya, Kamboçya, Malaysiya qatarlıq bəzən bir yerlərdə, bəzən dövlətlərdə, bəzən rayonlarda aşındaq məxsus şu Facebook yoki başqa taratqularda aşında nima qo'llovchilarni ko'paytirgan temani bu bir tijoratga o'tirg'a tashlaganchada bir temani siz kelishid ekansiz ma'lum bir shirkatlar bilan yoki ma'lum bir o'rinlar bilan Facebookning o'zidan bu mulozimat bor. Anandikin aşındaq bir temani toz kuchaytirib turib, jiq odam ko'rgandek bir sharoitni yaratish, anandikin onun yürek belgüçülərinin şundaq sanıcıq buludu.
g'azablanguvchilarning, Facebook yozma yozganlarning, inkas yozganlarning jiq aşındaq bir şekilde akab bo'lgan ekan, hammadan ko'rdigan, hammadan shu yerga diqqat qilayotgandek, yurak berdiganlar jiq, qo'llag'uvchilari jiq, hambahlig'uvchilari jiq, shundaq bir qisqa vaqtning ichida bu o'tirg'i chiqadi. Kimlar orqali chiqadi, kimlarga chiqiradi uni, kimlarga qaratmoqchi, o menga qilgan hujumlaringga aldirmadi. Men hargiz bo'sh qo'yib atmayman buni. Keyinidikini cho'qim tatib chiqaraman. Bu hozir mushu saylan mezgillarda jiqaraq davlatlarda shundaq bo'ladi. Anadagi artistlarga nima junda chetish uchun yoki ba'zan bir ishlar bo'lishning oldida diqqatni burash uchun uning buni bilan ajrashqini artistlarniki. U parlament a'zosiniki uni buni qilg'ini necha vaqtni ashuni bilmamda biladi. Naq mushundaq vaqtiga lozim bo'lgan chog'da chiqirdi atadigan qart u. Her bir davlatda bor. Lekin Uyg'urlarning ichida hamda boshqa davlatlarda yo'qmi kelsa, mana davlatda borki, lekin Uyg'urlarning da'dichi bo'lganki, xalqning ishiga nima chatig'i deb o'ylaydim-chi odatda. Lekin undaq emas. Bizninkilarda bor. Top orqali kontrol qildi, Facebook orqali kontrol qildi, WhatsApp toplar orqali kontrol qilishningki misollarini deb bera olayman men. Ba'zan bir yarım yılның aldida bana birisi Norvegiyadagi choyda o'tirgan bir xotinlarniki videosini ivat qo'yibdi. Ivat qo'yib, siz shu Norvegiyada tursangiz, qarang ma ayolniki tishini ko'chilab o'tirganini, tamoqni yeyishning nimasini deb bir to'pqa yo'llab ekan deganda, shuninglar tova dedim. Qiladigan ras ish yo'q ekan dedim. Anadaki birisinin Polşa'da birisinin apısının ölükü maşının üstüde qap diken oynadaki o ölük yo'qab ketibdi deganlarni mana shunda qiziqarli nuqta qatorda ashulani so'zlashgandim, tova degandim. Hammamiz o'latdik, qaysimiz qanday o'limda ketimiz uni bilmayman. Shuning uchun ashunga tova degan hayron qolmayman. Beshida tova desam hozir hayron qolmayman hech narsaga. Anadaki onun bunun inisini plastik botolka yig'ib sotar ekan degan narsalar chiqqan chog'dimi, men bir shu Norvegiyadagi bir aylanga degandim. Shundaq narsalar o'tirib chiqib choy o'ynagan chog'larni diqqat qilinglar, o'ylab beqinglar, nima endi tish ko'chilab, tamoq yeb o'ltagan, mandaraq o'ltaganlarning uyabiyalarni qilib, oshna video elib erlarga berib, erlar boshqa to'plarga yo'llab qilsa, satchilik emasmi deb turib birsigim degandim. Anadikin ma'lum birisinin ayni vaqtida Qahar Baratning xotini bilan bo'lganini o'sha to'plarda so'zlashgan chaqdim. Bu to'plarda bu temalarningki munozir bo'lishiga nima sababchi deb o'ylab qolsanglar bo'ladi aslida. Azroqlik tafakkur qilsak, jiq narsalarning sababsiz emasligiga javob topa olamiz. Ba'zan bir yolg'on xabarlarni, yolg'on uchurlarni agar to'g'rilar biroz kirgizib baqsangiz, hozir shunda uchur taraqqib ketgan bir vaqtda maninki qanchinchi yil chiqqan xabar, qaysi rasmlarni bu andaq mundaq qilib o'ltiriblar, palon yerda bo'lgan xabar, palon yerda bo'lgan ishlab turib o'tirga atalaydi. Ba'zan bir temalarni, qisqa temalarni o'tirga tashlasalar, anadagi mundoq qarab, "Voy palonchi, mundoq gap, bugunchi mundoq gap" deb qiziqib o'tirga chiqadi. Bu kimlar tarafidan o'tirga tashlaydi, kimlar tarafidan kuchaytiriladi, ham bozorga soladi degan narsani azroq olsunmi bilalaytinglar. Masalan, hech kim bilan munosabatsiz, men o'zimligimda baqaya, hech kim bilan munosabatsiz holatdagi bir Facebooklar to'satdan bozorga chiqib, anadagi buning qo'llig'ichining necha ming bo'lib ketishi, hambahlig'ichining necha ming bo'lib ketishi, inkas rayonining qizib ketishi nima sababdandir? Ba'zilar ashun rasm tortib ivatib beradi. Bu vaqtlarda bilmasam, hozir buningki qandaq emasligini men rasmiy shaklda dokumentlashtirib, hamma narsadan isbotim bor. Xitoy uyabiyalarda bir yig'in ochadigan, u bu vaqt kelganda bu degan shundaq bozorga qaynaydi bozor. Tashlanadi ba'zan temalar. Anadagi u Facebooklar ishlatilmaydi, tashlanib ketadi. Bu degan bir kontrollikdagi bir bozor. Jiq bozorlar. Mayli Turkiyadagi Uyg'urlar ichida, shu ishsizlar oldin qabul qilindigan kompyuter savodi bor, ishsizlar. Azroq savodingiz kompyuterni ichib bir narsa qilaligidagi savodingiz oldin qabul qilinib turib, xizmat, pul. Bu bir haftalik
bir aygacha bo'lgan qatarda mushundaq bir savdo bo'ladi ekan. Sizlar azroq bo'lsinmi, o'ylab baqsanglar bo'ladi. Bu vatandagilarni qo'yib o'tirib, vatanning sirtidagilar degan, "Voy, o artistni, ma artistni, voy andaq, mandaq, Qozog'istonga borsa, voy, ma xoin deb ataymiz, u yerga borsa, mandaq qilamiz" deydi. Yeningda kampis satib, aldamchilik qilib, ko'chim-ko'cha usul o'ynab yurgan hajab gap qilmaysa, yolg'on London soti deb o'tirib, duttachilib, gullarni usul o'ynab yurgan hajab gap qilmaysa, shu vaqtida deb turib birsin chiqmaysa. Uyg'urning bugungi qilishi hargiz sababsiz emas. Xitoy o'zilarimiz, Xitoy planlab berdi, ijro qiluvchilar kimlar? Sizlar bir mushundaq bir yurak berish, mushundaq bir qo'llash orqali shularni baqsizlar. Shularni baqsizlar. Qanchalik g'azablangan bir xil odamlar paydo bo'ldi eli qiyada. Voy, Zumrat Tursun mundaq o'qibdi, mundaq qilibdi-ka, oyada, nima, ajishkatga turmidi-ka. Sen ajab biladigansan uning turmidi ekanligini deydigan odam yo'q. Bek qiziq tuyulib ketdi, ammo mening temam yomon qiziydi, yomon qiziq tuyulib ketdi. Bütün dünyada o'xshash. Saylan mezgilida bo'ladigan ahvollar. Her bir xotinlar chiqdi, elgi paytimilarini so'rab, yotganning ishidan so'rilib o'ltirib chiqadiganlar bor. Chosh deganlar mushliq cho'qli holatda chiqadigan erlar bor. Yotganga yo'ginib o'tirib so'zlaydigan ashundaqlar bor. Azroqmi bir selishtirib, boshqalar qanday qiladi, bir galostiklarni taqab chiqadigan bir odamlar bo'ladigan, shularni bir selishtirib beqib, mala kimlar? Nima degan bir qopoq bosh turimiz? Mushundaq so'rilib yurishimiz nima sababdan degan bir savol javoblarni o'zimiz topa olgan bo'lardik. O'sha Norvegiyada Jonas ismli bir yozuvchi ham rassom. Shu kishi bir yolg'on bir kitapning ichidagi mazmunni to'qilma, uydurma, rasmni ashuna kompyuter ishlab kirgizib turib o'tirg'i sapt ekan. Sağan vaqtida 6 oygacha hech qanday odam buni bayqayolmabdi. Buniki saxt ekanligini. Voy, mukofotlarga erishibdi. Anandikin faqat chidamay, o'zi chidamay bir yolg'ondan bir akkaunt ichib Facebookda bu aldamchi rasm, yolg'onda, mundaq rasmda degandikin, osh ostiga degan haqlar kirib degan tillab ketgan gap, sen buningga bo'ktan choplading. Buningga mundaq qilmaslik kerak deb. Keyin anandik o'zi chiqib, osh akkauntdagimi men mani yozganmi men shu bir aldamchilik demiş saxta bir xabarlarga bir radio qaytarayli deb turib mushtaq usulda qilgandim deb turib chiqib ekandik. Eli qizlarning to'tiyalar Uyg'urlarni degan shunda satqan, shu vaqtdagi ba insonlar mayli ularning kotuvasi u hamma narsadan xabaring bor. Hamma narsadan uchurimiz, isbotlarimiz bor. Lekin o'tirib buningdan keyin beshim kaginni deb turib başka işler, o ayadakiler bilan çatığımız yok, özümüz vatanga dair işlarni qilsak o'g'dak deb turib ashta deyishgandik. Lekin yaqinda yana bir uchurni birsi ivatitgan. Sen bu shuni bilib turib nima uchun o'tirib tashlamaysan desam, voy bizmi billa o'ltag'an ular bilan. Sizga qilgan hujumning ishidimi palanchi pokunchilar palanchi sog'an deb pokunchi sog'an deb. Ashta bir-biringni sotsa vaqti kelgan chaqda-chu. Rasvo bo'lasan. Kapak kallam işlemaydi. Naçar, azraqlı bir naçarlığını bilip qalsa, her qandaq adamdan jiroq turmiz biz. Biz bilmeyip atqalarning hammamizning odati. Biz hammamiz demokratiya, to'g'ri demokratiyani qabul qilishimiz kerak. Lekin azraq qasmoqchilik, maynachilikni ko'rib qoldikmi, unda adam bilan, unda tashkilot bilan, har qandaq adam bilan jiroq turmiz. Biz bo'lsaqmi pokiz yurayli deymiz. Hech nima qilmasaqmi, naçar bir adamlarga çavaq chap, qo'llab, ashundaq yurmayli deymiz. 2018dagi vaqtimda bo'lgan bo'lsa, men hayajon bilan chiqqandim. Voy, bütün Uyg'urlarni tuzuk deb chiqqandim. Hammani ko'rdim. Ondan keyin 2019dan boshlab siyosatda o'qishga boshladim. Hozir magistrni o'qiyapman siyosatda. U jarayonda kasbiy xodimlar bilan, muallimlar bilan munozirlashish jarayonida bizning yo'liqayotgan masalamiz mavkan, bular burun yo'liqib ekan deb turib texmi bir javobga erishdim. Xuddaylik meni uyda qolgandek, uy xotinidek shunda bir yezib ketdi. Mushu Norvegiyadagi kim qilganingni bilaman.
Men o'qiyotman deb qo'y. Avuchu, sening tordagi uchurlarni qandaq ağının hamma narsang izi qoladi qara. O'zingninki doirangdan cheklab ketgan xizmatni qildingmi? Bir kuni ajoyib so'rilib chiqsanki, qaysing bo'lishingni qator ko'rsa, tishlab oldim, hargiz qo'yib atmayman, ishing esingda bo'lsin. Bilib ol. Agar Uyg'urga mushundaqli bir nacharlik qilsan, shu zamat chiqima. Men bir odam emas qara. Anglading? Aşındaq. Bugün bir cevabını berip qo'yay dedim. Tönögün birisi bir uçurunu ivatib qo'yib diken toq. Bu nima deb qo'ydim men? Ey, mushinchilik narsini bilememsizlar. Desem emdi bir Uyg'ur bo'lgan ekan, ama bu paranglashib qoldi ekanmiz, emdi bir ısıq yüzlük adam, emdi qizil yüzümüz mo'shtaq deb turib so'zlab ketdi. Xo'p bo'pti dedim. Men unda ishga aralashmayman, sizlar bejirim, shuning uchun aralashmayman dedim. Lekin men o'zimning ishiga kelgan hargiz o'tmayman. Uyg'urning ishi kelgan hargiz o'tmayman. Chuvitmanki, qandoq chuvlig'ingni bilmay qolsa. Bilib ol. Endi mushu Uyg'urni butun shaklda bir jidalga akirib baq. Qandoq bo'ldig'ini shu vaqtda ko'rsa. Bugun men qisqalig'a qilib qo'yman. Bu ish yana davomlashidu. Bunda saxt xabarlar, saxt uçurlar, eliq g'azablangan nochilar, yolg'on Facebooklar, anadagin ma'lum bir dangdarlarning Facebookining ichi qo'llag'uvchilari bor. Yurak degan minglarcha, hanbaklig'ichi 20 minglarcha. Normalda qanchalik odam qo'llaydi, qanchalik odam ergishidi, qanchalik odam ko'ridi, qanchalik odam hanbaklaydi, hammamiz bilamiz, qappaq emas biz. Azroq o'qisang, hamma narsa to'g'ri bor. Eyliqi yolg'ondan bo'liq Xitoy konsulining ichiga kirib o'ltirib, viza olmoqchi bo'lsang, yana aldamchilik qilib, onda o'yinlarni o'ynama qara, ey. Boshlang'uchning bolalarimi qilmaydi hozir. Boshlang'uchning bolalarimichi kompyuter deganda xeyli saviyasi bor. Odamni to'la MTT qilmay qara. O'shingni tepa qo'ngan qispi o'ltag'ining yaxshi. Ba'zanlaringni qo'llab baqqan to'q. Xar bo'ldi, ma ish to'g'ri, ma odam nachar bo'lsinmi, quyrug'ing chiqib qolgan bo'lsinmi, ma ish to'g'ri deb turib, yana xar deytimiz. Ba'zan ishlar kelgan. Bilib ol. Bilib ol. Qarindoshlarim, yana kirma bunday ishlarga. Uzun qolmay bechiq narsalarga kirib qolishim mumkin. Bir chiqdi, birga chiqib, bir chiqdi, birga chiqib. Qarindoshlarimiz hammasi nihoyat tayyorlik holatda. Biz faqat ba'zilarga uchur xarakterli temalarni chiqirsa bo'pti deyman. Birlik ketayotganlarimiz hammasi demokratiya usulda hamkorlashimiz. Ba'zan temalarni chiqarsa, to'g'ri chiqading deb o'ylayman. Lekin garchi men o'zim kirib u yer bilan yezib ketmasammi, uni o'zining qarori, bilganni yezish to'g'ri. O'lgan chaqda kimga deb bersa uni? O'lgandan keyin ishni hech kim bilmaydi. Voy jannatga jannatning oshqishini izlaydigan Suriyal yo'lga sog'ining bilan nima deb o'zing bormiding? Ashini voyey, jihad, voyey, mashu degan jannat deganlar hech kim jannatni desimi hozir o'lib u yerga ketishni xohlamaydi. Vaqti kelganda o'limiz, ketimiz. Aş vaqtda javobni o'zimiz beramiz. Lekin aş qapoq qolanglar, bolalaringlar bo'lsin, ega bo'lib turib qarasanglar bo'ladi. Mush boshqa davlatlar Yevropadami ashunda aldangan bolalarniki ota-onasidan bolalarini akitidi. Beshirki balanga ega bo'lmading. Sen layoqatsiz oila ekansan deb turib bolalarni akatganda g'alati qilib turib yo'llaydi. Mayli qaysing bo'lishdan qat'iy nazar, qapoq qolangni azroq bo'lsin ishlab. Bu dunyocha hech kimdan qolmagan emas, hammadan qoladi vaqti kelgan chaqda. Lekin bedelni to'laysa, shaytonlikning hammasining bedelini to'laysa, o'yin ko'rganning bedelini to'laysa. Rahmat sizlarga. Yana ko'rishib qolamiz.